Suvimizdan fayzli xonadon istayotganlar uchun ajoyib uy topib qo'ydik. Birinchi o'chirda sizlarga men manzilni tushuntiradigan bo'lsam, manzillari Imom Buxoriyda 5-ko'chasidan kirasizlar. Bu tarafda esa Tamojigacha ketasizlar. O'rtadagi ushbu xonadonimiz sotiladi. Hozir ichkarida men sizlarga to'liq ma'lumotini ko'rsatib o'taman. Ya'ni xonadonga kirib kelishimizga qani ketdik, sizlarga ko'rsataman. Kirib kelishingizga shunaqa sahna kutib oladi sizni. Bemalol mashinangizni olib kirib qo'ya olasiz. Eng qulay tarafi mana shu ko'rib turganinglardek 5 xona uyga ko'tarib, tom yopirib, loylar bosilgan. Endi juda ham plan bilan qurilgan. Ko'rib turganingizdek oldi ayvoni bilan bu yoqqa detskiy sanuzel mehmonxona 5 xonaga ko'tarilib, tomlari yopilgan. Eng qiziq tarafi uyda orqa tarafida ko'rib turganlaridek hayvon boqishlik uchun naveslar ham qilingan. 2 etajli, tepaga piris, beda piris, xullas pastda hayvonlarni boqarasiz. И огород ham juda ham keng. Xohlasangiz uni burchakda bitta tandiri bor. Buni letniy kuxnya qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yoqqa xonalarga kirib o'tmadim, sababi ichkarida odam borligini hisobiga bu yerda общий 4 xonadan iborat kirib yashashlik uchun sharoitlari bor. Oldi ayvoni bilan bu yerdan ko'rib turish, kosmetika remont qilsangiz bo'ladi. Bemalol kirib yashashlik uchun juda ham a'lo darajada. Eng qizig'i endi uyda to'liq ma'lumotga keladigan bo'lsak, uyimiz 6 sotikdan iborat, gaz, suv, svetdan hech qanday muammosi yo'q. Pulini ham notariusda pulini sana olasizlar. Notariusdan hech qanaqa dokumentdan muammosi yo'q. Uyimizga so'ralgan narxga keladigan bo'lsak, $55,000 so'ralyapti, lekin xayriga albatta o'tib beriladi. Pastda telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sotgan odamga ham, olgan odamga ham manfaatli bo'lsin.